Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 1994-yilda Toshkentdagi Dendro parkda uyushgan jinoiy guruhlar o'rtasida bo'lib o'tgan qurolli to'qnashuv hali hamon yurtdoshlarimiz yodidan ko'tarilgani yo'q. Toshkentni ikkiga bo'lib olmoqchi bo'lgan jinoiy guruhdan tortib olingan qurollar e'lon qilindi. Toshkent tumanida 1994-yilda o'zaro otishma sodir etgan jinoiy guruhdan tortib olingan qurollar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida tashkil etilgan Shon-sharaf muzeyida saqlanmoqda. Daryo muxbiri Musulmonbek Ibrohimovning xabar berishicha, 1994-yilning 12-aprel kuni soat 17:00 larda Toshkent tumanida joylashgan Dendro parkda Qosimov va Gaziyev boshchiligidagi ikkita uyushgan jinoiy guruh a'zolari o'zaro janjallashib qolgan. Avtomat va to'pponchalar bilan qurollangan jinoiy guruh a'zolari Toshkent shahri hududini o'zaro bo'lib olish maqsadida otishma sodir etgan. Natijada 5 nafar shaxs voqea joyida vafot etgan, 2 nafari jarohatlangan. Ichki ishlar organlari tomonidan jinoiy guruhlarning faoliyatiga chek qo'yiladi. Ulardan quyidagi qurol-yarog'lar tortib olingan: Kalashnikov avtomatlari, to'pponchalar, quyma kastetlar, dubinkalar, qirqma miltiq. O'sha vaqtlarda voqea tafsilotlaridan xabardor bo'lganlarning so'zlariga ko'ra, Dendro parkdagi otishma nafaqat Toshkentni, balki butun O'zbekistonni larzaga solgan edi. Ularning iddaosiga ko'ra, ana shundan keyin kriminal guruhlar o'g'rilar qonuniga zid tarzda hukumat bilan hamkorlik qilib, mojaroda qatnashganlardan ba'zi birlarining qamoqqa olinishini ta'minlagan. Shundan so'ng Toshkent tinchib qoldi va MDH hududidagi jinoiy mojarolar kam uchraydigan shaharga aylandi. Ma'lumot uchun, muzey 2 qismga bo'lingan. Birinchi qismda O'zbekiston hududida dastlabki ichki ishlar organlarining tashkil etilishi va ungacha bu vazifani bajargan tuzilmalar haqida jonli tarix gavdalangan. Ikkinchi qismda esa O'zbekistonning mustaqillikdan keyingi ichki ishlar tizimi haqida hikoya qiluvchi eksponatlar joylashtirilgan. Muzey barcha tarix ixlosmandlari uchun ochiq va bepul.